Assalomu alaykum. Hozir bog'daman. Bugungi videoni noodatiy qilishga qaror qildim. Akamiz bizdan maslahat so'radi. Shu maslahatiga endi bizda telefon orqali javob beramiz. Xudo xolasa o'zingizlar eshitib turasizlar. Yangi yo'lli akamizdan ekan. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Alo. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz, tuzimsiz? Ha, assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Rahmat. Aka, men Suhrobman, hozir gaplashuvdik siz bilan 1990 da. Ha, yaxshimisiz? Rahmat. Videoni? Ha, videoni ko'rdim. Aka, buni kim kesib bergan edi? Men buni oldim deb bilmayman. Shu qattiqdir bo'llab kesganda qochib ketgan ekan keyin. Ha, kesib qochib oxirgacha kesmasdan qochib ketishgan, ha? Ha. Bu 25-yilgi gapmi, 24-yilgi gapmi? 24. Ha, demak, 24-yil daraxt kesishda siz 25-yil bu yil kesmadingiz, ha? Yo'q. Qarang. Qor yog'ganda oldingi 24 dekabrda, o'sha dekabrdan qishda qor yog'ganda kesgan ekan. O'sha bo'yi suvam qo'yilmagan, shu holda yotibdi. Endi o'rtasiga jo'xori ekishgan ekan, shu jo'xorini suvdan ichgan bo'lsa kerak. Xullas, Qori ham berilmagan, bir dona hosil ham qilmagan. bu yil ham hosil olmadingiz. Yo'q, oldingi kesishdan oldin qilgan. 24-yildan, ha? Keyin kesgandan keyin bu yil hosil bermagan. Ha, 25 hosil bermadi. Yo'q, Tushunarli. Daraxtlarning yoshi 3 yosh dedingiz, ha? 3 yosh bo'ldi. 25 keyingi yil 4 yosh bo'ladi. 26-yil 4 yosh bo'ladi. Bir ikkita narsa yozib olishim kerak sizdan savol anaqaga dal shu keyingi qadamga o'tish uchun shunga savolga javob bera olasizmi? Beraman. Nechigina sxemada ekilgan? Yo'q, bunaqalarni bilmayman ekan. Orasinimi? Ha, orasi, masalan, taxminiy bo'lsa ham. 3 ga 3 mi yo 4 ga 3 mi? Hamma daraxt orasi bo'ldi. Aha. Bo'ldi, demak 4 ga 3 bo'lingan. Aha. Sortini bilmaysiz-a, o'zingiz bilasizmi sortini? Bilaman sortini. Sortinimi? Ha, sho'x go'zali. Sho'x go'zali. Undan oldingi yilga terilgan yildagi hosilni bilmaysiz taxminan qancha olinganini? Kam. Hech bo'yicha anaqa uylari, unga shunaqa kam fotomashtaqal ishlashgan kam. Xullas, aniq raqamda yo'q kilo. Ha, yo'q. Necha tut bo'lib shu daraxt? 1,5. 1500 ta deylik. Qarang, agar daraxtingiz 4 yosh bo'ladigan bo'lsa, 3 yosh bo'ladigan bo'lsa, bu yil 3-yili 4-bargi bo'ladi daraxtingiz. O'rta hisobda 4 kilodan berganda ham 6-7 tonnaga yaqin hosil olishingiz kerak edi. Endi ertak sort bo'lganligi uchun bu nisbatan kam. Bu yilga kamida 6-7 tonna demoqchiman. Endi men minimalniy sifrani aytayapman-da sizga. Bundan ko'proq ham bo'lishi mumkin edi. Lekin eng chegara to'xtaydigan chegaramiz o'rta hisobda mana shu 4 kilodan hisoblayapman bitta daraxtda 6-7 tonnaga yaqin hosil olishingiz mumkin edi. O'sha bitta, ya'ni kesishdagi qilingan kamchilik shuncha zararga olib kelgan sizni. Taxminiy endi sifra bu. Endi daraxtlarning videosini ko'rdim men, holati juda ahvoli yaxshi emas, ya'ni 1 yoshli shoxlarni tinimsiz kesib tashlashgan. Bu olmada biz ayrim paytlarda kestiramiz, 1 yoshli shoxlarni istisno bilangina kesishimiz mumkin-da, ya'ni daraxt o'solmay qolsa yoki shunga o'xshagan har xil holatlar bo'lib qolsa, lekin ko'p holatlarda kesmaymiz biz. Kimdir hech kim ham ko'rsangiz, xullas bog' haqida o'zimizda ma'lumot yo'q. To'g'ri tushundimmi? Yo'q. Buni olganman. Nima Sotib oldingiz o'zingiz tushunishimcha. Yo'q, sotolmadim. Buni egasi shaharda borib qilgan-ku o'zi. Mhm. Ham haftalarga qaramay qo'ygan. Men arendaga shu yonini qilib qoldim. Qarasam, mana shunaqa qo'lga berma, o'zim qarayman deb dedim.
endi hosilini yarmini bersangiz oling sizga dedi. Keyingi nima bo'lsa o'zi qo'ying dedi. Tushunarli. Bo'lmasam bundoq qilaylik. Hozir daraxtlarni kesib bo'lmaydi, chunki o'sha hali aytganimdek ozuqalarni endi daraxt ildiziga qarab haydaydi-da. Ya'ni qishki uyquga ketishdan oldin biz daraxt kesa olmaymiz bunaqasiga. Hozir agar kesadigan bo'lsak, bargidan olib tashlaydigan bo'lsak, bargidagi bor ozuqa chiqib ketadi yerga, ildiziga yetib bormaydi. Tabiiy kuchsizlanadi daraxtlar, qiynaladi. O'shaning uchun tavsiya qilaman sizga erta qishda bitta ikkita minus ko'radi-ku daraxtlar, masalan 5, 6 yoki minus patolog 10 gacha bo'lgan minus ko'rgandan keyin kesishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni to'liq xazonangizga tuga bo'lgandan keyin barglar sarg'ayib, umuman barg qolmagandan keyin kesishimiz kerak. Imkon qadar shu bitta ikkita so'g'ib ko'rgandan keyin kessak to'g'riroq bo'ladi. Men buni bolalar bilan gaplashaman, kesuvchi bolalar bilan. Buni o'zim tepasiga chiqib ko'rsatib beraman, qanaqa kesilishi kerak, nima qilinishi kerak. Xudo xolasa ishimizga bizning yo'nalishda kesib, bizning yo'nalishda qaraydigan bo'lsangiz 99% hosil olasiz. Ya'ni qaysi 26. Chunki endi baribir ish bizga tabiatga bog'liq, bizning ishimiz qanaqa kelishini bilmaymiz. Masalan, biz 1000 to'g'ri shakl berib, to'g'ri kes. Ha, shunaqa. Endi men hozir detalni tushuntirmayapman, o'zi tushunib bo'lgansiz. Ya'ni bor hosilni ham kesib tashlashganda bizni 1 yoshli shoxni 70-80% ga kesmaymiz. Ya'ni bog'ga taktikasini, strategiyasini tepasida turib men o'zim aytaman sizga nima qilinishi kerak, nima qo'yish kerak, hammasini aniq-tiniq tushuntirganimdan keyin o'sha keyin qadamga o'tamizda. O'zi tushunmaganingizdan keyin endi kimgadir qildirasiz sal. Yo'q, xudo xolasa o'rgatamiz. Hamma o'zimiz bilgan hamma narsani shunchadan o'rgatganmiz, biz ham o'rgatamiz. Muammo yo'q bu yerda hech qanaqa. Hozir bu yerda qo'yish kerak emasmi? Yerini haydabmi, dori sepibmi, nima qilish kerak emasmi? Tak. Qarang, hozir birinchi o'rinda men ko'rdim. Sizga Telegramingizga dori yozib qo'yaman, nima sepilish kerakligini. Bir ikkita bargidan beradigan ozuqalar bor. Bor, zink, NPK beramiz. Uchta 20 lik 3 marta kompleksiz. Yana sizga tashlab qo'yaman. Oq daraxt tiylarida bor-ku. Daraxt qotib qolgan, sizga o'xshagan narsa, oq shirabiroq. Ha, u qon biti deydi aka uni. U qon biti degan hasharot bo'ladi. Unga erta bahorda kurashamiz. Hozir hech qanaqa zahar yo bir ortish narsa sepib bo'lmaydi, chunki uni ko'paytirib yuborishimiz mumkin. Uni tabiatda o'zi bizga yordam beradi u narsani yo'q qilishga. O'shaning uchun kelgan sug'arganingizga qancha bo'ldi hozir? Buni bilmadim. Men bu jo'xorlar olmani sug'arilmagan. Faqat jo'xori o'rtasiga jo'xori ekkanda deb qoldi. Shu jo'xorni sug'arganda chikan bo'lishi mumkin agar. Bo'ldi. Lekin olmani deb sug'arilmagan. Qaralmagan. Tushunarli. Bo'lmasa bundoq qilaylik. Jo'xorisini olib bo'lganmi, hozir olib bo'lmaganmi? Yarmini olib bo'ldi, hozir olib bo'ldi. Agar jo'xorisini olib bo'lgandan keyin ichini kirib ko'ring, agar suv yuradigan bo'lsa ichida yengil sug'orib, tekidan ham ozuqa berishimiz kerak. Selitra beramiz, yengil. Chunki daraxtga selitra tez singadi, ya'ni chaynalgan, oddiy uchun chaynalgan ovqat bilan chaynalmagan ovqatga o'xshagan narsa-da. Endi men o'zimizni oddiy dehqonchilik tushuntirsam. Shunda beramiz, to'g'ridan-to'g'ri ildiziga o'tib ketadi, xudo xolasa. Men aytgandek siz o'sha hamma dorilarni Telegramimizga yozib qo'yaman, o'shalarni berib qilib qo'yasiz. Daraxt uyquga to'liq ketgandan keyin xabarlashib tepasida xudo xolasa gaplashamiz, maylimi? Ha, endi uni o'sha men hozir jo'nataman komandaga. Kesuvchilarimizga yuboraman, ko'rishadi. Keyin qolgan masalani o'sha narx kelgandan keyin sizga aniqini aytaman. Narx buncha bo'lar ekan, mana buncha bo'lar ekan deb. Ya'ni hosildorlik birinchi qadami, ya'ni 70-80% ga bir kesishga bog'liq, shakl berishga bog'liq. Taxmin tavakkal bilan ish bitmaydi. Hozir ketamiz deganlar ham bor edi-da. Mana ko'rdim. Men endi bu soha bilmaganligim uchun hozir buni ham har xil narsalarda hozir ketish kerak, hozir ketmasa bo'lmaydi, mana shunaqa bo'lish shunaqa deb. Yo'q, hozir
hozir kesadigan bo'lsangiz nima bo'lishi mumkin? Hali aytganimdek oziqasini olib qo'yasiz, ya'ni oshqozonning yarmini kesib qo'ygandek bo'lib qolasizda. Qiynab qo'yasiz. U yerda hech qanaqa masalan rang berish uchun kesilik desak, u ertaki sort. Agar masalan kechki sortlar bo'lib, Pink Lady yoki Fuji yoki shunga o'xshagan boshqa kechki sortlar bo'lganda rang oldirish uchun kestirishimiz mumkin edi. Lekin buni hozir kesgan hech qanaqa ma'no yo'q. Daraxtda oziq turibdi. Agar oziq berishgan bo'lsa, o'sha oziqani pastga olib tushishimiz kerak. Endi erta bahorda kessa kuchli o'sib ketadi deyishi mumkin, muammo yo'q. Bir ikkita dorilar bor, Regalis degan yoki Vivifil degan dorilar bor. Sepsiz o'sishi immunni olma bilan nokta sekinlashtirib to'xtatib beradi kerak bo'lsa. Ya'ni 26-yildagi strategik bog' bo'yicha strategik ishlarni o'zim qilib beraman, muammo emas hech qanaqa. Faqat siz aytganim vaqtida qilib tursangiz, natija yaxshi bo'ladi. Shunaqa akajon. Rahmat, sog' bo'ling. Demak, ko'rdinglar hozir holat nima bo'lganini, ya'ni o'sha birgina noto'g'ri kesishi oqibatida bu yilning o'zida, ya'ni taxminiy 6-7 tonna dedim. Endi so'x go'zali baribir undan ko'p olmasligi mumkin. Chiqsa maksimum 10 tonnaga chiqishi mumkin, balki undan ham oshishi mumkin. Katta ehtimol bilan men 10 tonna va'da qilaman ertaki sortlarga. Bitta shu qilingan noto'g'ri ish evaziga butun boshli bog'da holat, ya'ni meva yo'qotilingan va nolga tushgan mana. Shuning uchun xudo xolasa kuzatib turasizlar, bu akamiz Yangiyo'lli akamiz biza xudo xolasa bu akamizni videolarini, ya'ni kesishdagi dastlabki ishlarimizni hammasini olib chiqib ko'rsatamiz. Kimni bog'ida shunaqa muammolar bo'lsa, hosil olisha olmayotgan bo'lsa yoki o'zini o'zi bog' to'liq qoplay olmayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin bemalol. Xudo xolasa bog'ingizga chiqib, to'liq ko'rib, o'rganib, qayerdan nima kamchilik qilganinglarni hammasini aytamiz va xudo xolasa bog'inglarni birinchi o'rinda hosildorligini oshirib, ikkinchi o'rinda foydaga chiqishingizga bizga yordam beramiz. Endi hamma narsa avvalambor Alloh taoloning marhamati bilan bo'ladi. O'shaning uchun biz faqat sababini qiluvchi insonlarmiz. Natijani Alloh beradi. O'shaning uchun kuzatamiz. Xudo xolasa rahmat, sog' bo'linglar.